Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda SQL ning ma'lumotlarni filtrlash where funksiyasi bilan yaqindan tanishamiz. Mavzu juda ham kerakli, chunki where nima ish qiladi degan bo'lsangiz, filtrlashni bir usullarini amalga oshiradi. Mavzu juda ham kerakli va murakkab emas. Osongina xudo xolisa o'rganamiz. Biz nazariya bilan parallel ravishda kodingni ham olib ketamiz. Zerikib qolmaymiz. Ozgina nazariyasini ko'ramiz. Mana bu yerda biz ma'lumotlarimiz tayyor, o'shalar bilan ishlab, parallel ravishda ikkalasini olib ketishga harakat qilamiz. Keling, oldin tushuncha hosil qilib olaylik. Data filtering nima? Ya'ni ma'lumotlarni filtrlash nimaga kerak? Ma'lumotlarni filtrlash o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotni olishimiz uchun kerak. Aytaylik, bizda 100 ta, 200 ta ma'lumot bor, lekin o'shaning ichida qaysidir shartlarni bajaruvchi ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, filtrlashni ishlatishimiz kerak. Bu juda ham ko'p kerak bo'ladi sizga, chunki aytaylik, ertaga qaysidir firmada ishlasangiz, aytishi mumkin, meni mana shu shahardagi mijozlarimni aniqlab ber desa, mana shuni o'zi bitta shart asosida filtrlash bo'ladi. Umuman o'zi where funksiyalari bilan, where funksiyasini filtrlash amaliyotlari bilan oldingi darslarda tanishgan edik. Qayerda deydigan bo'lsangiz, 4-dars o'zida mana masalan where'ni ishlatganmiz. Where mana katta kichik belgilarni ishlatganmiz, where'ni barobarni ishlatganmiz. Mana shuni bugun batafsil ko'rib chiqamiz. Buning uchun where va uning operatorlari bilan tanishib chiqaylik. O'zi qanday yozilardi? Select yulduzcha from tablitsamiz nomi where deymiz, shart qo'yapmiz. Qayerdaki salary, ya'ni salary ustunidagi qiymatlardan qaysilari 5000 dan katta bo'lsa, o'shalarni qaytarib ber degan ma'noda. Buni umumiy sintaksi shunaqa edi. Endi where'ni operatorlar bilan ko'radigan bo'lsak, birinchi kategoriyasi taqqoslash. Barobar, teng emas, katta, katta yoki teng, kichik, kichik yoki teng bo'lsa, bu yerda and or not bor, oralig' uchun between bor, a'zolik uchun in, not in bor va qidiruv uchun like bor. Keling, bularni biz taqqoslash bilan boshlaymiz ishimizni. Buni bittagina tablitsada ko'rib chiqamiz. Taqqoslash degani bu aytganimda tengligini ko'rsatib beradi. Mana bu yerda talabalar degan tablitsada hamma ma'lumotni ber deyapmiz. Qayerdaki shahar Toshkentga teng bo'lsa, xuddi shu shart teng bo'lmasa deyapti. Narxi 1000 dan oshiq bo'lsa, 1000 yoki 1000 dan oshiq bo'lsa, ya'ni 1000 bo'lsa ham tablitsada ko'rinadi. 1000 dan kichkina bo'lsa, 1000 yoki 1000 dan kichkina bo'lsin. O'shanda ko'rinadigan joylar. Keling, buni amaliyotda birozgina koding qilib, keyin mantiqiy operatorlarga o'tamiz. Buning uchun biz mana bu tayyor, mana shuni ishga tushirib olamiz. Ya'ni bitta alohida database ochib olamiz va unga ishchilar degan tablitsani va ichiga mana bunday qiymatlarni kiritib olamiz. Tayyor. Endi ko'ramiz bizda nima ma'lumotlar bor. Mana bizda 10 ta ish tanlovi bor. Ishchi bo'yicha ma'lumotlar bor. Mana shu yerdan biz solishtiruv operatorlarini sinab boshlaymiz. Buning uchun select qilamiz har doimgidek from ishchilar deymiz. Endi izlaymiz where aytaylik city deymiz. Shahar Toshkent bo'lsin. Barobar. Albatta string ishlatganimiz uchun qo'shtirnoq ochamiz. Toshkent deymiz. Ishga tushirsak, mana biz tabletsamizdan umumiy tabletsa bilan solishtiramiz. Mana biz umumiy tabletsamiz bo'lsa, ikkinchi kodimiz faqat Toshkentlarni ajratib berdi. Mana biz bu yerda barobar teng degan operatorni ishlatdik. Endi bizda shart qo'yilyapti, Toshkentdan tashqari hamma shahardagi ishchilarimiz haqida ma'lumot desa, mana shu barobarning o'rniga mana buni ishlatsak bo'ladi. Barobar turadi. Mana buni qo'ysak ham bo'ladi yoki mana buni ishlatsak ham bo'ladi. Ustoz aytishi bo'yicha bu professionalroq ekan, bilmayman nimaga. Buni tekshirib ko'rsak, mana Toshkentdan tashqari hamma shaharlar chiqyapti. Buni ham tekshirib ko'rsak, tepadagi bilan bir xil natijaga erishamiz. Bu yerda nafaqat shahar, son qiymatlari ham bo'lishi mumkin. Mana bu yerda qiymatlarni ko'rib chiqamiz. Aytaylik, HD likda teng bo'lsin 22 ga desak, 22 yoshga teng bo'lganlarni chiqarib beradi. Mana bu yerda bitta ishchi bor ekan. Agar bunaqa bir nechta bo'lsa, o'sha bir nechtani chiqarib beradi. Bu teng va tengmas operatorlari edi. Keyingi ko'radiganimiz xuddi shunaqa katta kichiklarni ko'rib chiqamiz. Endi to'g'ri bo'ladi,
Katta kichik bo'lgandan keyin albatta son qiymat. Chunki toshkentdan katta desak mantiqan noto'g'ri bo'ladi. Buning uchun biz ishlatamiz. Bizda salary bor ekan, age bor ekan. Keling salary bo'yicha ishlaymiz. Salary bu daromad. Salary katta bo'lsin 5000 dan. Mana biz ishchilarning ichidan oyligi 5000 dan kattalarni chiqar deyapmiz. Mana salary chiqdi. Agar xohlasak bu yoqqa order by ham qilishimiz mumkin. Order by nimaligi esingizda adashmasam ASK desak ham bo'ladi yoki boshqa tartibda bo'lsa desk desak ham bo'ladi. Ya'ni mana 6100 7000 aralash bo'lsa, endi bizga tartibli holatda beradi. Ya'ni o'suvchi, eng kam oyliklar tepada, eng ko'pi pastda. Order by ni mana takrorlab oldik. Endi xuddi shu kodimizni katta yoki teng qilib ko'ramiz. Ya'ni bunda 5000 qiymat ham kiradi. Mana 5000 qiymat ham kirdi, chunki biz bu kodni berganimiz uchun. Tepadagida 5000 kirmagandi. Xuddi shu amaliyotni kichik yoki tengda ham ishlatsak bo'ladi. Bu qandaydir qiyin emas. Ya'ni 5000 dan kichiklarini ishga tushirib bizga ko'rsatib bersa, xuddi shuni mana bunday qilsak 5000 va 5000 dan kichiklarini ishga tushirib beradi. Bu o'ylaymanki juda ham qiyinchilik tug'dirmaydi. Ko'rib tushunib oldik. Demak, biz bilib oldik, teng bo'lsa mana bu ishlatilinadi, teng emas bo'lsa bu ishlatilinadi, bu ham ishlatilinadi teng emasga. Bu katta belgisi, katta yoki teng, kichik, kichik yoki teng belgilari. Bu yerda jadvalimizda ko'rsatilgan hammasini ko'rib o'tdik. Bu taqqoslash operatorlari edi. Keyin ko'radiganimiz mantiqiy operatorlar. Bu Excel'ni agar siz bilsangiz, Excel'da ham bu narsa bor. To'g'ri, ko'pchilik ishlatmaydi, men o'zim uncha ishlatmayman, lekin SQLda bu zo'r ishlar qilar ekan. Mantiqiy operatorlardan 3 tasini ko'ramiz: and or not. And degani ikkita shartni ham bajarish kerak. Mana bu yerda amaliyotda ko'proq ko'rsak bo'ladi. Demak, biz employees'dan hamma ma'lumotlarni olmoqchimiz. Qayerdaki oyligi 5000 dan yuqori bo'lsin va IT departamentiga tegishli bo'lsin. Agar oyligi 5000 emas, 4000 bo'lib IT bo'lsa ham olmaydi. Chunki bizda ikkita shart beryapmiz, ikkala shartni bajarish kerak. Or desa aksincha, ikkala shartdan bittasi bo'lsa bo'ladi. Ya'ni oyligi 5000 dan oshiqdimi, bo'ldi, yetadi. IT departamenti ham yetadi yoki ikkalasi bo'lsa, ikkalasini ham olib beraveradi. Farqi yo'q. Lekin ikkalasidan bittasini olib beradi. Not esa mana shu shartning teskarisi bo'ladi. Ya'ni narxi 1000 dan yuqori bo'lmasin degan mantiqni beradi. Buni ham keling kodingda bir ko'rib chiqamiz. Yana ham yaxshiroq esimizda qoladi. Mana buni esda qolish uchun bunday qilamiz. And or not. Select all from ishchilar. Aytamiz where department teng bo'lsin IT ga and deymiz. Salary katta bo'lsin 5000 dan. Ishga tushiramiz va mana bizda ikkala shartni bajaryapti. IT departamentdan oyligi 5000 dan yuqori bo'lganlarni olib berdi. Bunga yana ham shartlarni qiyinroq qilsak bo'ladi. Aytaylik, city ni ham qo'shamiz. City bo'lsin. Xo'p, Toshkent deylik. Aniq natijaga erishamiz. Chunki bunaqa bor. Mana, yana ham murakkablashtirdik. Agar qaysidir yo'q qiymatni bersak, bu yerda ma'lumot chiqmaydi. Endi shuni shu tartibda ishlatsak bo'ladi endni. Endi xuddi shunaqa qilib orni ko'ramiz. Orni ko'ramiz. Hozircha buni o'chirib tashlaymiz. Aytaylik, mana buni or deymiz. Oyligi 7000 deylik. Qani nima natija chiqadi? Mana bizga chiqdi. Bu yerda keyin tahlil qilamiz birozgina. IT departament deb mana bular bor, lekin oyligi mana ikkalasi 7000 dan yuqori emas. Lekin IT ga javob bergani va biz or degan ishlatganimiz uchun qabul qilyapti. Keyingisida 7000 dan yuqori IT bo'lmasa ham o'sha qiymatni beryapti. Mana bular ham shunday. Shu tartibda ishlaydi. Demak, and va orni bilib oldik. Keling, notni ishlatib ko'ramiz. Not biroz tushunarsiz bo'lishi mumkin, lekin o'rganib ketamiz. Where mana bu sintaksini bir ko'rib olamiz. Bizda where dan keyin not degani tezlik bilan berishimiz kerak. Tepada unaqa emasdi, qiymatlar orasida edi. Bunda boshidan aytishimiz kerak, not bunaqa bo'lmasin deganday. Deylik, mana not. Where not department IT. Departamentda IT bo'lmaganlarni topib ber dedik, mana hammasini chiqarib berdi. Salary ni ham shunday qilib ishlatsak bo'ladi.
Deylik, mana buni o'chiramiz. Salary katta bo'lsin. 6000 deylik. 6000 dan katta bo'lmagan oyliklilarni chiqarib ber degan mazmunda. Endi not qanchalik ishlatilinadi bilmadim, lekin uni ham bir o'rganib qo'yishimiz zarar qilmaydi. Endni ko'rdik, orni ko'rdik, notni ham ko'rib oldik. Keyin ko'radiganimiz yana ham qiziq, between degan operatorimiz bor. Bu ikkita qiymat oralig'ini aniqlab beradi. Ya'ni bu yerda tablitsani chaqiramiz. Salary 3000 va 7000 orasida bo'lganlarni chiqarib ber degan mazmunda. Buni ham ko'rib chiqamiz. Between deb yozib qo'yamiz. Xo'p. Kodimizni yozamiz. Ishchilar. Hop, where salary. Qarang, salary deymiz. Tezlik bilan between so'zini ishlatamiz. Mana bu tepadagilardan sal farqi bor, e'tibor bering. Salary between yozamiz. Birinchi qiymatimiz 2500 and 6000. Mana shu diapazonga tushuvchilarni oyliklari bo'yicha saralab berdi. 2500, 6000 bo'lganda. Bu qiyin emas. Son qiymat bo'lgani uchun qiyin emas. Qaniydir matnga aralashgan, bizni qiynaydigan holatga kelmaydi. Keyin ko'radiganimiz juda ham bir qiziq funksiya operatorlardan biri a'zolik operatori. In degani bor. Keling, men sizga oldin amaliyotda ko'rsataydi. Buni in deymiz, not in. Oddiy misol select from ishchilar deymiz. Mana shu koddan bir ko'rsak, bizda Toshkent shahar, Samarqand, Buxoro, Xiva, Nukus bor. Endi men izlayman. Where city teng deyman. Toshkent. Menga shunday topshiriq berildiki, 3 ta yoki 4 ta viloyatdagi odamlar haqida ma'lumot yig'ib ber dedi. Bulardan aytdi menga Toshkent bo'lsin dedi, yoki dedi city bo'lsin, Xiva bo'lsin, Xiva ekan, yoki dedi, yana bitta city bo'lsin dedi-da, Samarqand dedi. Samarqand. Shartimiz to'g'ri, to'g'rimi? 3 ta beryapmiz. Toshkent yoki Xiva yoki Samarqand bo'lganlarni chiqarib ber deyman, chiqarib beradi. Endi bu narsa hozir bizda 3 tagina qiymat bo'lgani uchun uncha qiyin ko'rinmayapti. Ya'ni shunchaki biz city barobar Toshkent dedik, oraga bitta o'rni qo'shdik, keyingi cityni berdik, oraga bitta o'rni qo'shdik, yana bitta cityni berdik. Endi bu narsa professional emas. Birinchidan, agar aytaylik bizda 10 xil shart bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Aytaylik, talabalar bo'yicha bir 10 ta fanga bergan, qaysi fanda bo'lsa ham menga chiqarib ber deydigan bo'lsa 10 ta fan uchun yozmaymiz-ku. Mana shunday holatda bizga in funksiyasi yordamga keladi. Buning uchun nima qilamiz? Mana buni o'chiramizda, city in deymizda, qavs ochib, shaharlarimizni yozib chiqamiz. Toshkent deymiz, virgulni yozib, Xiva deymiz, yana yozib, Samarqand deymiz. Xuddi o'sha natijaga erishdik. Buni xohlasak ro'yxatni juda ham uzun qilib berishimiz mumkin. In o'zi yetadi. Ya'ni xulosa qilamiz, in bizda bir necha marotaba o'rni ishlatishni, qayta ishlatishni oldini oladi. Not in esa aynan xuddi shu narsani teskarisi. Ya'ni bizdan aytildiki, Toshkent, Xiva, Samarqanddan bo'lmaganlarni ro'yxatini qilib ber desa, not in qo'shamiz. Xuddi shuni teskarisi ishlaydi. Mana bu yerda Buxoro, Nukus, Buxoro chiqdi. Shu a'zolik operatorlar degan shu in, not in bo'ladi va oxiri ko'radiganimiz bu juda ham qiziq, turli xilda fantaziyalarni ishlatsa bo'ladigan operator hisoblanadi. Bu like. Like deymiz. Bunga ham bir boshdan yozib, amaliyot bilan birga sizga tushuntirishga harakat qilaman. Ishchilar where full name like
like John bo'lsin yoki Dende bo'lsin, qolgani qiziqmas. Like nima degani? Aytaylik bizda matn bor. O'sha matnni bir qismidan kelib chiqib natija olib berish. Mana bu yerdan ko'ramiz. Select from employers dan first name'i A bilan boshlangan va boshqa simvollari ahamiyatsiz bo'lgan ismni topib beradi. Pastda bitta belgisi borligi esa mana shu yerda bitta harf bor, qolganlarini topib ber deganday. Keling buni amaliyotda yaxshiroq ko'rib olamiz. Meni mana bunday tablitsam bor edi. E'tibor qiling. Mana bu yerda ism bo'yicha izlaymiz endi. Ism bo'yicha izlaydigan bo'lsak, qaraymiz, har xil ismlilar bor. John bor, Anna bor, Tom deganlari bor ekan, har xil ismlilar bor. Endi menga shunday vazifa qo'yildiki, ismi J bilan boshlanuvchilarni qandaydir filtr qilib ber deyishdi. Men qarayman, mana shu yerda yozaman where full name barobar demayman, like deymanda, bo'sh tirnoqqa ichiga J dollar belgisini, mana bu foiz belgisini qo'yaman. Bu degani boshlanishi, ya'ni men izlayotgan qiymatni boshi J bilan boshlansin, qolgan nimadan iboratligi umuman ahamiyatsiz degani. Shuni poisk beradigan bo'lsam, ishga tushirsam, mana buni topib berdi. Boshi J va qolgani ahamiyatsiz qancha uzunligi. Demak, shartga to'g'ri kelgani uchun menga mana shu narsani topib berdi. Buni bir qancha kombinatsiya qilib ishlatsak ham bo'ladi. Aytaylik, sizni bazangizda Samarqand so'zi qandaydir yozilgan, lekin siz eslolmayapsiz. City like deymiz. Masalan, Sam. Balki Samarqanddir, Samarkanddir bilmaysiz. Mana shu joyda shunday izlasangiz chiqarib beradi. Agar bizda shaharlar boshqacha bo'lganda, boshqachalarni chiqarib beradi. Bu shu tartibda izlaydi. Keyin yana buni turli xilda yaxshi tomoni borki, bir qancha kombinatsiyalarni bersangiz bo'ladi. Keling, buni ham ko'ramiz. Oldin bitta tabletsamizdan ko'rib olaylik, nima shaharlarimiz bor. Mana ismlar bo'yicha biror nima izlab ko'ramiz. Aytaylik, mana bu yerda boshlanishi ahamiyatsiz, lekin ismini qaysidir qismida R harfi bo'lsin deb izlasam ham bo'ladi. Endi bu kam holatda kerak bo'lishi mumkin. Mana ismida R harfi borlar. Yo'q, uzr, ism debman, shahar tushib qolibdi. Full name qilamiz. Hayron bo'ldim, Johnda qanday R bo'lishi mumkin. Mana, kimni ismida R'lar bo'lsa, o'shani chiqarib berdi. Xullas, bu bo'yicha juda ham ko'p fantaziya qilish mumkin. U holatdan kelib chiqib, sekin-sekin o'rganamiz. Keyingi ko'radiganimiz xuddi shuni bitta joy qoldirilgan edi. Ya'ni mana buni o'chiraman, like bo'ladi. Mana shu yerda nimadir belgi bo'lsin deyapman-da. Keyin mil degan bo'lsin-da, oxiri ahamiyatsiz tugasin deyapman. Shunda men mana bu ismni ko'rmoqchiman. Bilamanki, ikkinchidan boshlab mil bordi, yana nimadir ismi bor edi. Emilmidi, Emilmidi degan ma'noda bo'ladigan bo'lsa, shunday poisk qilsam mana bu chiqadi. Balki shudir. Shartimiz birinchisida bitta belgi bor. Buni bitta qo'yganim uchun, keyingisida mil degani bor edi. Xohlasak, mana shuni o'rniga yana bitta belgi qo'yamiz. Yana izlab ko'ramiz. Mana, xuddi shunday chiqdi, chunki ikkita belgi bor. Bitta belgi, ikkita belgi, il bor degan ma'noda. Bu like operatori edi. Demak, umumiy operatorlar bo'yicha ko'rib chiqdik. Qandaydir qiyinchilik tug'dirildi deb o'ylamayman, chunki oson bular, faqat ko'proq ishlashimiz kerak. Hali amaliyotda juda ham ko'p duch kelamiz. Bular bo'yicha bitta xulosa qilaylik. Where juda ham kerakli funksiya hisoblanadi. Chunki boya aytdim, kerakli ma'lumotlarni filtrlashimiz, qandaydir hisobotlar qilishimiz uchun where'ni ishlatishimiz kerak. Where'ni o'rganishimiz kerak. Buning uchun mana bu tabletsadagi hamma belgilarni, mana rasmdagi hammasi belgilarni sinab ko'rishimiz, ko'proq mashq qilishimiz kerak. Bu bo'yicha uy ishi bo'ladi. Telegramdagi kanalimizdan topishingiz mumkin. SQL fayl sifatida tashlab beramiz. Unda juda ham ko'p mana shularni qayta-qayta ishlatish bo'yicha topshiriqlar bor. Undan tashqari birorta sun'iy intellektka o'zingiz o'qigan mavzu bo'yicha, mana shu bo'yicha menga topshiriqlar bergan, turli qiyinchilikdagi desangiz, u sizga har xil vazifalarni generatsiya qilib beradi. Bu orqali ko'proq kod yozib, amaliyotda ishlatishni o'rganib olasiz. Hozircha aytmoqchi bo'lganim shular. Keyingi darslarni o'tkazib olmaslik uchun kanallarimizga a'zo bo'ling. E'tiboringiz uchun tashakkur.